15 ta o'zingizni hurmat qilishning asosiy yo'llari. Yalinishni bas qiling. O'zingizni qiymatingizni biling, tushuning va kamroq narsaga rozi bo'lmang. O'z chegaralaringizni qo'ying. Siz nima qabul qila olasiz, nimani qabul qila olmaysiz? Sizni qidirmayotgan insonni yo'qlashni bas qiling. Birovlarni taomini siznikini yeganlardan ko'p yemang. Ba'zi bir sizni yo'qlamagan insonlarni yo'qlashni kamaytiring, ayniqsa ular sizga javob yo'llashmasa. Boshqalar sizni boshqarishiga yo'l qo'ymang. G'iybatlardan qoching. Sizga berilgan past bahodan qoching. Agar sizga qarz berishmasa, 2 marta qo'ng'iroq qilishingiz yetarli. Agar sizni qadrlashsa, qaytib qo'ng'iroq qilishadi. Xasislardan saxiyroq bo'ling. Taklif qilinmagan joylarga bormang. Taklif qilishsa ham uzoq vaqt qolmang. Insonlar qanday muomalaga loyiq ish qilishsa, shunday muomalada bo'ling. Qilayotgan ishingizni